Nimadan gapirishni ham bilmay qoldimman. O'z farzandlarim meni aldab mana shu ahvolga solishyapti. Men yashagan uyim 3-tor ko'cha Sodiq Azimova Yashnobod tumani buzildi. Evaziga uy berdi. Mana 6 yil ichida men shuni oldim, bolalarim sotib, mendan 3 oydan bir aldab yurishdi meni. Men ko'cha-ko'yda yuraman. Men o'tgan boshida ozgina pul to'lab turishdi. Keyin to'xtatishdi. Endi hozir o'tdan ham haydasam ko'chada yuraman. Bomj bo'lib shakilda qarigan chog'imda. 63 yoshman, payg'ambarimiz yoshida. Yordam beringlar, birodarlar, yordam beringlar. Yig'layverib, ko'zimda yosh ham qolmadimi? Nima deysiz? Nima deyishgan bayram? Kechiringlar. Hozir bu videoni qilishdan oldin to'g'risi bitta so'z bilan boshlagim keldi. Otang cho'chqa bo'lsa dedi, baylab boqqin dedi. Bunaqa it farzandlarni dunyoga keltirmaslik kerak-da borib. Yoshi 63 yoshga borib qolgan otaxonni shunaqa qilib ko'chaga tashab qo'ygan, qaysi vijdon bilan yuribdi? Qaysi vijdon bilan yuribsan, meni ko'rgan bo'lsang, qaysi vijdon bilan yuribsan? Senga hech qanaqa sabab yo'q. Dadang cho'chqa, hatto cho'chqa bo'lsa ham baylab boqishing kerak edi sen. Sen it farzandsan. Sen haromi farzand, oq padar farzandsan sen. Qanchadan qancha odamlar dadaga zor, otaga zor. Seni oxiring bundan battar bo'ladi. Otadan nimadir o'tgan bo'lsa ham boqishing kerak, qarashing kerak. Nimadir o'tgan bo'lsa ham